Bilarmidingiz? Damas'ga minishda top 5 qoidasi. Birinchi kelasiz, eshikni ochasiz. Qattiq o'qiracha oching. Kelasiz beroqqa kelasiz. Mana buni ushlaysiz. Ana buni ushlaysiz. Buni qilib o'tirasiz. Ana bu teksa. Buni o'tirasiz. Ana buni ushlab olasiz. Keyin mana bu o'kana berib qo'l qo'yaykan bu. Ana buni ushlamaysiz ana buni. Bu xato bu, bekorga chiqargan. Ana bundan ushlab olasiz. To'rt ushlaysiz. Ushlagandan keyin ana buni oyog'ingizni qo'yib olasiz, xohlasangiz. Ana buni qilib ketgancha o'ynab ketasiz. Keyin odam keladi mana bu yerdan. Odam kelgandan keyin sal buni ro'y o'tasiz, siljiysiz. Siljigandan keyin oyoqlaringizni ana bu yer tegsin. Endi mana is qiladi. Is qilgandan keyin ana buni ushlaysiz. Ana buni ushlaysiz-da beroqqa o'tasiz. Ana buni tortasiz oxirigacha. Tortganingizdan keyin tush keladi. Trassada ketasiz tushda. Bu yoqdan tushmang. Bu opasni ber, xato. Bu yerdan mashina o'tishi mumkin, qaymi? Mana eshik ochasiz mana bu yerdan. Oxirigacha tegsin mana bu. Tushda ham mana buni ana bunga tegizib, ana bunga tegizasiz-da, buni qilib tushasiz. Tushganingizdan keyin bemalol qattiq bo'ling. Kam bo'lmaysiz tog'ajon. Shopir esa haq qo'ling changak bo'lasin changak.